Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Eron AQShning taklifini rad etdi. Eronga qarshi urushda AQSh qancha askarini yo'qotdi? Rossiya Zelenskiyni AQSh Maduroni o'g'irlaganidek o'g'irlamaydi. Eron Isroilning markaziy qismiga kassetali o'q-dorilar bilan zarba berdi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Eron Isroilning markaziy qismiga kassetali o'q-dorilar bilan zarba berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu hujum natijasida 5 kishi jarohatlangan. Shuningdek, turar joy binolari va avtomobillarga zarar yetgan. Isroil armiyasining ma'lum qilishicha, kassetali jangovar qismga ega ballistik raketa aholi yashaydigan hudud osmonida parchalangan. Eron AQShning taklifini rad etdi. Tehron Washingtonning 48 soatlik o't ochishni to'xtatish taklifini rad etdi. Bu qaror rasmiy javob sifatida emas, balki hujumlarni davom ettirish orqali bildirildi. Bu haqda Fars xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh tomoni muzokaralar orqali o't ochishni to'xtatishga erishishga harakat qilgan. Ayniqsa, bu Bubiyan orolidagi amerikaliklar harbiy omboriga berilgan zarbadan keyin. Shu bilan birga The Wall Street Journal'ning yozishicha, Pokiston boshchiligidagi mintaqaviy davlatlar tomonidan urushni to'xtatish bo'yicha harakatlar to'xtab qolgan. Eron yaqin kunlarda Islomobodda AQSh rasmiylari bilan uchrashishni istamayapti va Amerika talablarini qabul qilib bo'lmaydigan deb hisoblayapti. Shunga qaramay, Turkiya va Misr yangi muzokara maydonlarini Doha yoki Istanbulni ko'rib chiqmoqda. AQSh razvedkasiga ko'ra, Eron hozircha muzokaraga tayyor emas va o'zini kuchli pozitsiyada deb hisoblaydi. Shuning uchun Washington talablariga rozi bo'lishni istamayapti. Bundan tashqari, Tehron muzokaralar tuzoq bo'lishi mumkinligidan ham xavotirda. Ularning fikricha, bunday uchrashuvlar siyosiy shaxslarga qarshi hujumlarga olib kelishi mumkin. Eronga qarshi urushda AQSh qancha askarini yo'qotdi? AQShning Eronga qarshi epik g'azab harbiy operatsiyasi boshidan beri 365 nafar amerikalik harbiy jarohat olgan, 13 nafari esa halok bo'lgan. Bu haqda Pentagon xabar berdi. Pentagonning ma'lum qilishicha, jarohatlanganlar tarkibi quyidagicha: 247 nafar quruqlik qo'shinlari, 63 nafari dengiz kuchlari, 36 nafari havo kuchlari, 19 nafari dengiz piyodalari. Halok bo'lganlar soni 13 nafar bo'lib qolmoqda. Ulardan 7 nafari jangovar harakatlar oqibatida vafot etgan. Eron havo hujumida 6 kishi va Saudiya Arabistonida yaralangan bitta harbiy, yana 6 nafari esa samolyot halokati oqibatida vafot etgan va bu jangovar bo'lmagan yo'qotish hisoblanadi. Xranna ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soatda Eronning 13 ta viloyatida 206 ta hujum qayd etilgan. Oqibatda kamida 1 nafar tinch aholi halok bo'lgan. Urush boshidan beri esa kamida 1607 nafar tinch fuqaro halok bo'lgani aytilmoqda. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp AQSh operatsiya maqsadlariga deyarli erishgani va urush yana 2-3 hafta davom etishini bildirgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Eron Fors ko'rfazi hududidagi 13 ta AQSh harbiy bazasini aksariyatiga sezilarli zarar yetkazgan. Umumiy zarar qariyb 1,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Kamida 300 nafar harbiy jarohatlangan. Rossiya Zelenskiyni AQSh Maduroni o'g'irlaganidek o'g'irlamaydi. Bu bizning uslubimiz emas. Biz dunyoda hurmatga sazovor mamlakatmiz. Agar biz bunday yo'l tutsak, hurmatimizni yo'qotamiz, dedi Rossiya Federatsiyasi Kengashi spikeri Matvenko. AQSh urib tushirilgan F-15 qiruvchi samolyoti uchuvchisini qidirish uchun Eronga maxsus kuchlarini yubordi. The Telegraph nashrining yozishicha, Qo'shma Shtatlar qo'shinlari va Eron xavfsizlik idoralari o'rtasida uchuvchini birinchi bo'lib topish bo'yicha haqiqiy poyga boshlandi. Har ikki tomon ham uchuvchini birinchi bo'lib qo'lga kiritishga harakat qilmoqda. Eron hukumati uchuvchini tirik holda topgan kishiga $60 ming miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qildi. Eron urush boshidan beri AQSh va Isroilga tegishli 156 ta dronni urib tushirdi. Eron armiyasining havo hujumidan mudofaa kuchlari Fors ko'rfazi mintaqasidagi qurolli mojaro boshlanganidan buyon mamlakat havo hududida 156 ta jangovar dronni aniqlab yo'q qilgan. Bu haqda Eron davlat televideniyasi ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, mojaro boshlanganidan hozirga qadar urib tushirilgan dronlar soni 156 taga yetgan. Havo himoya tizimlari mamlakat osmonini doimiy nazorat qilib, tahdidlarni bartaraf etishda davom etmoqda, deyiladi xabarda.
Narxlar oshishi sababli insoniyat jar yoqasida turibdi. Vuchich. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich neft va o'g'it narxi ko'tarilishi fonida insoniyat tubsizlik yoqasiga kelib qolganini aytdi. Bu haqda u 3-aprel kuni parlament saylovlari bo'yicha partiya vakillari bilan o'tkazilgan muzokaralar yakunida gapirdi. Insoniyat jar yoqasida turibdi va bizga jiddiy qarorlar kerak. Bunday vaziyatda mas'uliyatli pozitsiyani egallashga hamda mamlakatimiz va xalqimiz uchun eng yaxshi ishni qilishga harakat qilishimiz lozim, deydi u. Siyosatchi plastik buyumlar tanqisligi kuzatilayotganidan ogohlantirgan. Uning fikricha, yaqin orada butun dunyoda oziq-ovqat mahsulotlari narxi ham oshishi mumkin. Vuchichning ta'kidlashicha, Serbiya inflyatsiya darajasini 3% dan pastroq saqlab qolishga muvaffaq bo'lmoqda. Biroq neft mahsulotlari narxining har qanday ko'tarilishi boshqa barcha narxlarning birinchi navbatda oziq-ovqat mahsulotlari narxining keskin oshishiga olib keladi. Bungacha Vuchich Yevropa davlatlari Rossiya neftidan voz kechgani uchun yuqori badal to'lashini, Osiyo, Afrika va hatto AQSh esa uni olishda davom etayotganini aytgan. Serbiya hukumati ichki bozorni himoya qilishga intilib, birja tebranishlariga qaramay benzin va dizel narxining minimal darajada oshishini ta'minlamoqda. Energetika vazirining ma'lum qilishicha, respublika energiya inqirozi sababli tanqislik va narxlar sakrashining oldini olish uchun yil oxirigacha 70 kunlik neft mahsulotlari zaxirasini yaratishni rejalashtirmoqda. AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyat jahon neft yetkazib berishining 20% ga to'g'ri keladigan Hormuz bo'g'ozi orqali uglevodorodlar tranzitining buzilishiga olib keldi. Yetkazib berishdagi uzilishlar bilan bir vaqtda butun dunyoda energiya resurslari narxi ko'tarila boshladi. Yaqin Sharqdagi vaziyatning keskinlashishi tufayli Brent rusumli neft narxi bir barrel uchun $120 ga yetdi. Bu 2022-yil iyunidan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. AQSh Eron zarbalaridan dovdirab qoldi. Eronning AQSh va Isroil zarbalariga bergan keng ko'lamli javobi AQSh rahbariyatini hayratda qoldirdi. Bu haqda Time nashri xabar berdi. Manbalarga ko'ra, ayniqsa AQSh mudofaa vaziri Pit Hegseth bunday kuchli javobni kutmagan. U urush boshlanganidan oldin zarbalar katta mojaro keltirib chiqarmaydi deb hisoblagan. Ammo Eron deyarli butun mintaqa bo'ylab hujumlar boshlaganida u vaziyat jiddiylashganini tushungan va bunga tortilib ketganini anglagan. Hozir Donald Tramp urushni qanday yakunlash va g'alaba e'lon qilish yo'lini izlamoqda. Oq uy rasmiylariga ko'ra, buning uchun juda kam vaqt qolgan. Shu bilan birga Tramp AQSh urushdagi asosiy maqsadlariga deyarli erishganini aytib, yaqin 2-3 hafta ichida kuchli zarbalar berilishini bildirgan. Agar Tehron AQSh shartlariga rozi bo'lmasa, Eronning barcha elektr stansiyalariga kuchli zarba berilishi mumkinligini ham ogohlantirgan. Eron tomoni esa bu tahdidlarga keskin javob qaytargan. Majid Musaviy Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi havo kosmik kuchlari qo'mondoni Trampning bayonotlarini Gollivudcha xayol deb atab, AQSh o'z askarlarini xavf ostiga qo'yayotganini ta'kidlagan va buning oxiri muqarrar o'lim bo'lib tugashini aytgan.